Yel universitetiga keldik. Hozir yonimizda masjidda 3-kurs talabasi Murod. Biz Assalomu qayerga alaykum. keldik? Hozir bu Bayniki noyob qo'lyozmalar kutubxonasi. Amerikada shu qo'lyozmalar bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi, kattaligi bo'yicha. O'sha kutubxonaga keldik. Qiziqarli faktlarni ham aytdilar. Ali bin Sinoni qo'lyozmalari, kitoblari ham masjidda deb aytdingiz, anaqa. Masjidda. Qiziq faktlarni aytib bering. Bu kutubxonada Bethovenning qo'lyozmalari joylashgan. Undan tashqari, bilishim adashmagan bo'lsam, 28 Gutenberg Bible'da, o'sha Bibliyani 4 tasi masjidda. Va bu narsalar bizga ochiq emas, ya'ni faqat professorlar orqali olib kirish mumkin. Chunki bu yerda shu 1400-1500-yillarda bo'lgan qo'lyozmalar hammasi turibdi. Qoyil. Keyin ham zo'r fakt bizga aytdilar, agar bu yerda mabodo yong'in bo'lib qoladigan bo'lsa, kislorodni demak bu yerda so'rib tashiydigan mexanizmlari ham qilingan ekan. Kitoblarni qaranglar, qanaqadir muzey ko'rinishida qilingan. Lekin o'quvchilarga kerak bo'lsa, albatta professorlar orqali bularga olib berishlari mumkin ekan. Bu videomizni maxsus Top Scholar sinfimiz o'quvchilari uchun, xudo xolisa, chunki ular noyabr oyida aynan shu yerga kelib World Scholar Cup'da qatnashishadi. Xudo xolisa, sizlar ham masjidlarni kelib ko'rish sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat Murod. Rahmat.